Hammaga assalomu alaykum. Qalaysizlar o'rtoqlar? Men hozirgina uyga keldim. Hamma ishlarimni bitirib ko'chada ужасно charchaganman. Lekin sizlar uchun raspakovka chek qilib beraman. Xitoydan tovarlarimni ham birdan olib kelaman desam, afsuski hammasi kelmagan, atigi ikkitagina tovarim kelgan. Mayli, Xudoga shukr, boriga baraka. Mana shu ikkita tovarimni sizlar bilan hozir raspakovka chek qilamiz. Bu oyoq kiyim bo'lishi kerak. Miu brendidan. Качествоsi zo'r. Bu keyingi korobka, keyingi raspakovочка. Da-da-da-dam. Вот так вот. Tuz, shakar. Shunaqa narsalar solib qo'yishga. Shu bilan raspakovkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizlar ham Xitoydan o'zingizlar mustaqil tovar zakaz qilishni o'rganishni xohlasanglar, menga murojaat qilishni unutmanglar.